Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Sizlar bilan bugun Ayol tadbirkor kredit karti haqida gaplashamiz. Kredit karti hamma o'sha oila amalga oshiradigan yo'nalishlar bo'yicha ishlatsangiz bo'ladi. Qonunchilikda belgilanmagan yo'nalishlar bundan mustasno. Kreditimizning muddati 7 yilga, 2 yillik o'tib periodi bor. Bunda yangi tadbirkorlik subyektini tashkil qilgan yaqinda firmalar ochilgan bo'lsa, unda ham desak bo'ladi. To'lov oboroти yo'q firmalarga ham desak bo'ladi. Kreditimizning foizi markaziy bank foiz stavkasi +6%. Agar aylama mablag' uchun oladigan bo'lsa, markaziy bank foiz stavkasi +7%, ya'ni aylama mablag' uchun 25%, asosiy vosita jihozlash yo'nalishlari uchun 20% ajratiladi. Kredit ta'minotchiga o'sha do'g'ri asosida pul o'tkazib berish yo'li bilan o'tkaziladi. Siz faqat qo'lingizga o'sha tovarni olasizlar. Kredit uchun kerakli hujjatlar bunda lisenziya kerak, ariza, o'sha tavsiya qarorlari va qolgan qonunchilik ko'rsatilgan hujjatlar kerak bo'ladi. Kredit maqsadli kredit, o'sha maqsadli yo'lda ishlatish kerak bo'ladi. Agar qonunchilik bo'lsa, bu kredit faqat hamkor platformasi orqali o'tkaziladi. Xuddi o'sha 306-prezident qarori bor. O'sha qarorda biznes portal sayti orqali sertifikat olingan bo'lsa, bunda ham hamkor dasturi orqali sertifikat olish kerak bo'ladi. Sertifikat olib, o'qishni o'qib, sertifikatini olib, sertifikat olgandan keyin bank avtomat onlayn ariza tushiradi. Onlayn ariza orqali kreditingiz bo'ladi. Bungacha oladi. Agar 100 milliongacha garovsiz olsa bo'ladi, agar 100 milliondan ko'proq olgan bo'lsa bo'ladi. O'sha eng kam olish tartibi 5 barobar, 1000 barobargacha yoki 5000 barobargacha, 4000 barobargacha olsa bo'ladi. Ya'ni 375 million yoki 1,5 milliongacha olsa bo'ladi. Bunda o'sha 375 milliongacha ikkita ishchini o'sha kredit olishdan oldin ta'minlagan bo'lish kerak. Agar 1,5 million puldan foydalanilsa, unda ishchini, o'sha 5 ta ishchini doimiy ish bilan ta'minlagan bo'lish kerak. Oilasini